Assalamu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Men Amerikadan doktor Muhammad deyman. Men hozir shu ishdan tushib soat 3dan keyin soat 5:30 atrofida Nyu-Yorkninki shahar markaziga joylashgan markaziy bog'cha, ya'ni Central Park degan bog'chaga keldim. Bugun havo nihoyat ochiq ekan. Andan keyin atrofdagi manzara, ya'ni ko'zning manzarasi shundoq chiroyli. Men atrofda yo'l yurgach, bugun sizlarga shu yo'l yurish to'g'risida, ya'ni yo'l yurishninki sog'lomlikqa bo'lgan ijobiy ta'siri to'g'risida ozroq so'zlab bermoqchi. Men yaqinda 3 tadqiqot maqolani ko'rdim. Bunun da asaslığı şu yol yürüyüş bilen velis miniş degandagidek biz normalda hayatımızda hiç qandaq bir ortiq bir narsa qilmayla qilalaydigan erkek tantarbiya türleri bulup bunun içinde bulup mübek yol yürüyüşünki nurgun keselliklerinin olduğunu alıdığalığı doğrusunda nait keng kölemlik bir tadqiqot ilip birip bunun neticesini ilan qilgan. Bunun da hem şu kuniga, yani izchil alda kuniga 10.000 qadam, 5.000 qadam, 4.000 qadam, hatta 2.000 qadam mangallarınki sağlamlığınınki fakat mağmıgan yoki uzun müddet taşı olturupla iş qildiganlarga nisbatan sağlamlığının köz görünərlik derecede yaxşı bulduğanlığı bulup mu bək kuniga 10.000 qadam, yani təxminən 8 kilometr minib əgəllərninki yürek kan tomur kesili, miyan kan tomur kesili, kan besimi, diyabet kesili degandagidek nurg'unlagan ast karakterlik kasalliklarga kirib buluş nisbatiniki boshqalarga nisbatan xilila to'g'ri bo'ladiganligi. Shu sababdan ularninki ömrünümü ko'z ko'rinarlik darajada uzun bo'ladiganligi. Bu naytda yaxshi bir tantarbiyachilik türü bo'lsa-mu, lekin ko'pincha kishilar nisbatan vaqt cheklamasi tufaylidan, ya'ni kuniga 10.000 qadam yoki 8 kilometr menish uchun kam deganda 1-2 soat ketadigan bo'lg'achqa unchalik vaqti yo'q odamlarga nisbatan shu 25 minut atrofida pashtoqqa chiqish mashqini qilishning o'xshash unum beradiganligi, ya'ni pashtoqqa chiqqan vaqtida qisqa vaqt ichida, ya'ni 8 kilometr manganga o'xshash sağlamlık önümüge erişəlaydiganligi o'tirib qo'yilgan. Undan boshqa yalğız 8 kilometr yoki 10.000 qadam emas, hatta 2.000 qadam mangallarning sağlamlık ahvoliniki faqat mangmanlarga nisbatan ko'z ko'rinarlik darajada yaxshi bo'ldiganligi o'tirib qo'yilgan. Men buni deyishimdan asosli maqsad hamda biz yosh vaqtimizda nurg'un tantarbiya turlari bilan mashg'ul bo'lishimiz mumkin, ya'ni badan chiniqtirishga aktiv qatnashishimiz mumkin. Andan keyin yosh vaqtimizda biz energiyaga to'lib toshgan bo'lg'achqa sirtlardagi har xil faoliyatlar ko'p bo'lishi mumkin. Ammo yosh 45-50'den bulup 60 yaşından aşağı vaxtıda bu ictimai faaliyetlerimizdeki miktarı köz görünərlik derecede azlıgan boğaçqa köpünçimiz alayda ahval bulmasa çiniqmaslıqımız yoki olmasa uzun müddet olturup hizmet qilishga odatlangan bo'lishimiz mumkin. Bu bizningki shu sog'lomligimizni
yaxşı saqlashda nihoyatda ziyonliq. Shunlashqa bu yoshning cho'ng'ishiga ergishib biz kuchlik tantarbiya turlari bilan shug'ullanmasakmi, ammo yo'l mengishni menimcha hammamiz qila olamiz deb qarayman. Bu yo'l mengishniki va yuqori deb o'tganligidek nihoyatda ko'p foydasi bor bo'lib, bu yolg'iz va yuqori deb o'tganligidek har xil ost xarakterlik kasallikka giribdor bo'lish xatirini to'valtib qolmasdan balki insonlarning ömrünün uzartılğanlığına köpligen delil ispatlar var. Şunlaşqa meninki köpçülükке alaydı tavsiye kıldığım künüge eğer birer saat yol alsak, birer saat bulmasa kem degende 20-30 minut menişimiz bizning sağlamlığımız için bek mühim. Bu yerde en mühim boğunu qanchalik qattiq harakat qilish, qattiq badan chiniqtirish emas, balki izchil davomlashtirish. Ya'ni biz mayli 20 minut kuniga 20 minut badan chiniqtiraylik yoki 30 minut yoki 1-2 soat mo'yin bo'g'ini shu izchil davom qilish, ya'ni kundulik chiniqish muddatini hargiz to'xtatib qo'ymaslik, izchil davomlashtirish bu şu ost xarakterlik kasalliklarning oldini olishda alohida muhim ahamiyatga ega. Ko'pchilikniki salomatlik uchun bularni men ko'pchilikka alohida tavsiya qilaman. Bugungi bu şu yo'l yurish va badan chiniqtirishniki sog'lomlikqa bo'lgan foydasi degan temadagi bu ko'z qarashlarimni sizlar bilan o'rtoqlashishni bu yerda oxirlashtirmoqchi. Hammanglarning diqqat berganinglarga ko'p rahmat. Alloh hammamizniki tinini salomat qilsin, umrni uzun qilsin. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr, xush. Allohga omonat.